Assalomu alaykum hurmatli fuqarolar. Bugun Buxoro viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan Buxoro shahrida joylashgan Karvon savdo majmuasining yong'in xavfsizligi holati tekshirildi. O'rganishlar davomida tadbirkorlar tomonidan moddiy boyliklar orqali sun'iy ravishda ichki yo'laklar to'sib qo'yilganligi, shuningdek elektr va sim kabellarining tartibsiz o'rnatilganligi, ichki hududni yoritish maqsadida o'rnatilgan elektr chiroqlarini quyi talablar asosida o'rnatilmaganligi, qolaversa yong'inga qarshi qalqonlarning yetarlicha ta'minlanmaganligi hamda birlamchi yong'in o'chirish vositalari bilan to'liq jihozlanmaganligi, bozor hududida zaxira suv havzasining mavjud emasligi, shuningdek bozor hududida mavjud 3 ta yong'inga qarshi yer osti suv olgichlarining ikkitasi nosozligi oqibatida Karvon savdo majmuasi vaqtinchalik ish faoliyati to'xtatildi. O'z navbatda ushbu kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida mas'ul xodimlarga tegishli topshiriqlar berildi. Shuningdek, elektr tarqatish transformatorlari muhrlab qo'yildi. Yuqoridagi qo'pol kamchiliklar insonlarning hayoti va mol-mulkiga xavf soladi.